Andijon pechkalari legenda, trend keragicha har xil turidan bor. Bizga buni tanishtirishga yaqinda yordam beradi Shohir aka. Assalomu alaykum aka. Tuzimsiz. Rahmat aka. Ishlarga gap yo'q. Hozir ko'rib chiqdim, 5ligidan bor. Qalin, yuqa har xil listdan tayyorlanadi. O'tga chidamli kraskalar sachib qo'yilgan. Lisam o'tga chidamlisizlar-a? Xudo xolasa bu yerda mana kraska varianti bor, kraska sepilgan. Va bez kraska. Ha. Kampligida xudo xolasa bunaqa turbalari bilan aka. Ikkitadan ekan, unisi ikkiga bo'linar ekan. Ha, ikkiga bo'linadi. Naryoqda o'sha kattaroq uylarga, kattaroq kvadrat uylarga mana 3 ta duxovkaligi bor. Ha, eng o'chali variantlari bor, ha. Bunisi mana 3 ta duxovkali orqada ham bo'ladi, ha. Mana kelib yaqinroqdan olishingiz mumkin mana. Qarang. Mana pastga o't yo'qsalaring, mana kundonlari oson yopilib, oson ochiladi. Zo'r aka, zo'r. Xo'p, endi bu qayerlarga deganga, masalan, kotel o'rnatishga kotelni nima deydi? Narxi, uni ko'mir yoqqan rasxoti bunday hisoblab turib, ikkita xona, ikkita yo 3 ta xonani isitsam bo'ldi degan akalarga mana shu 4 ga 5 dan 2 tani hammom deyapsizlar-a? Xudo xolasa 4 ga 5 uyni o'rtasiga qo'yilsa, 2 ta uyni yaxshi isitib beradi. Ha. 7 kilo, 6 kilo, 7 kilo ko'mir kech payt yoqilsa, endi uxlashga yotganda ertalabgacha xudo xolasa yetadi. Sinchli uy bo'lsa, xudo xolasa. Hozir yoqsami? Hozir bittasini yoqib qo'yganmiz. Siz ketyapsizmi? Bu dunyosi ketyapti aka. Mana bunisi, mana o'chali varianti, bemalol issiqdan unumli foydalangan holatda ovqat ham pishaveradi yoki choy qaynaydi. Bu yerda o'zi asli o't yonib turadi, xolasa o'sha paytda ovqat qilib olsa bo'ladi. Ha, zo'r aka, variant qilibsizlar. Bu o'ralgan upakovka bo'lganlari o'zi egalari bor, zakazga. Bu tarafda ham agar ko'rsangiz, mana akalar qaranglar. Xullas, turi ko'p ekan, har xilidan o'zingizga arzonroq deganlar ham bo'lyapti, endi telefon qilishyapti. Arzonroq deganlariga list sal yuqoriroq bo'ladi. Xo'p. Misol shu varianti bo'lsa ham arzonroq bo'ladi. Kelishgan narxda telefon qilib chiqishsa, aloqaga chiqishsa gaplashamiz. Endi aka cho'zmaymiz-da, obunachilar narxini ayt deb o'tiribdi hozir. Bir boshdan narxini aytib o'tib ketamiz. Xo'p akalar, boyagi gap mana 6-7 kilo ko'mirni kechqurun solib qo'yib, ertalabgacha yetkazayotgani rost gap aka. Men hozir so'rasam, sinchli uy uni uyi dedi. Xullas, uyda o'tiklaniyasi yaxshi bo'lsa, rasxod hech qancha qilmaydi bular. Maza qilib issiq turaveradi. Otepleniyaga barabarlarga misol uchun sizdagi sharoit bilan vaqt yetmaydigan bo'lsa, bitta olib qo'yib oling, qishdan chiqaverasiz. Shohir aka, eng arzonni qanchadan beramiz aka? Aka, mana shu pechkalarimiz mana 4 ta. Bu ham zakazga qilingan edi. Hop. 1.300.000 so'mdan sotyapmiz hozir. Bo'ldi, zicha-bicha kelishtiramiz aka. Xudo xolasa sizda obunachilaringiz bo'lsa, xudo xolasa kelishtiramiz. Bo'ldi. Ko'pgina olsa, Optimda olsa, Optimga ham aloqaga chiqishganda, Aptavik misol shu narsa bilan shug'ullanadigan misol magazini bor odamlar bo'lsa, arzonroq kelishamiz. Bularni mana 1.600.000. 1.600.000. Buni ham kelishtiramiz. Buni ham kelishtiramiz, xudo xolasa. Zicha-bicha endi akalar vaziyatga qarab anaqa berishadi, tirab turib olishmaydi. O'chali variantimiz 2 milliondan. 2 million. Bu 3 ta duxovkali katta kvadratli uylarga 2.100.000. 2.100.000. 1.700.000 bunisi. Buları 1.600.000 dan. Bo'ldi. Hammasiga reshotka qo'shib beriladi. Hammasiga reshotka kompletlari bor. Mana akalar cho'yandan bo'ladi. Lis 8lik 10lik lis emas, bu haqiqiy cho'yan. Xudo xolasa o'zimiz ishlab chiqarish. Ha, bu ham, xudo xolasa. Uncha erib, qiyshayib ketmaydi. Bu cho'yan o'tga chizamli, pishiq narsa bo'ladi akalar. Zo'r. Hop, vibralar qo'yilgan qirg'oqlariga yaxshi hammasi. Bu 5lik aylana o't tegadigan joylar hammasi 5liga o't yuradi. Ha, 5lik listdan bo'lgan. Bitta qo'ysa necha 5-6 yil xizmat qilaveradi bular? 5-6 yildan ham ko'p xizmat qiladi, xudo xolasa. Agar uyda buzilish bo'lmasa, ancha xizmat qiladi. Ha, buzilish bo'lsa ham o'zini ehtiyot qilib qo'ysa turaveradi ham narsa. Xullas, temir akalar 10 yillab ham ishlatib turganlar bo'lsa kerak buni. Chunki buni chiqqaniga o'zi necha yil, u eskidan bor o'chaqa bular. Bular yangilik chiqdi. Oldin yo'q edi. Boshqacha variantlari bor edi, bu endi yangilik chiqdi. Anjan pechka degani u eskidan bor-da o'zi, Anjan pechka. Bu varianti yangi chiqdi. Ha. Ya'ni bu zamonaviyroq, ekonomroq. Ha, ekonomroq. Aloqaga chiqaveraydi akalar mana. Qancha kerak bo'lsa bor.
Hop, buyurtma berilgandan keyin ham misol uchun 10 ta bir hafta ichida bitib ketaveradi shekilli. Xudo xolasa zakaz olib harakat qilamiz aytgan vaqtga yetkazib berishga. Dastlabki xizmatlarimiz ham bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Bo'ldi keyin. Ekranda raqam qoldirdim, telefon qilaveringlar. Assalomu alaykum. Bitta harakat bilan ikkita uchta xonani qishga isitishga tayyor qilib qo'yaman degan akalar uchun Andijonga kelganmiz. Andijon pechkalar. Narxi optimda, xohlagancha bor bu tarafda ham streshlab tayyor qilib qo'yishgan. Hop, buni turlari juda ham ko'p. Mana bu yerda shunaqa varianti bor. O't yoqib qo'yganingizdan keyin ham ovqat qo'ysa ham bo'lar ekan. Ikkita xonani o'rtasiga qo'yiladi va yaqinda bodom sezon boshlanadi. Endi qo'shimchasiga pechka olaman deganlar ichidagi bodom biznesi bilan shug'ullanadiganlar bo'lsa, buni ichiga bodomni po'chog'i bilan tashlasa, bodomini alohida, po'chog'ini alohida qilib beradi. Bo'ldi. Qiziqqanlar bo'lsa, bor buni qilamiz. Yasab berasizlar. Narxi qanchadan chiqadi buni? Narxini telefonda gaplashamiz. Hozir bu eng yangilikda bu. Hozir birinchisi bu. Shohruh aka, hozir buni aka afzalligi kechqurun bitta zapravkani qilib qo'ysak, xudo xolasa ertalabgacha kech payt shu 6 kilo 7 kilo zapravka qilib, salafanga solib, yaxshi ko'mirdan solib qo'ysa, ertamangacha cho'q bo'lib turadi. Issig'ini ham o'shaydi. Cho'q tugagan holatda ham 5 litlik uchun 3-4 soat issig'ini ushlab turadi. Bu pechkalar. Xullas, eng birinchi o'rinda uyda utubleniyasiga qarab. Utupleni agar qaydandir sovuq kirib tursa, mayda 20 kilo chiqib qoladi ko'chaga. Hali issiq uyning ichida saqlanmaydi-da, kelar tuyadek teshikdan, barakat. Ignadek teshikdan tuyadek sovuq kiradi degan gap bor. Ha, tushunaman. O'shanga utubleniyani yaxshi qilib turib, bu yoqda rasvodni ozroq qilsang bo'laveradi. To'g'ri, buni qurishdan oldin shu utubleniyaga e'tibor berish kerak. Berish kerak. Polga ham, tomga ham, devor utubleniyasiga ham. Tomga endi qanaqa chiqib ketdi hozir pena-meni. O'shani penasini yaxshisidan topib, gazobloknikidanmi, polistirobetonnikidanmi tomga bosib olsang, polga endi bir narsalar, qalliroq narsalar solib qo'ysa bo'lyapti aka. Isib ketyapsizmi aka? Men qizib ketaveryapman. U chekka gittasini yoqib qo'yganmiz. O'chiring aka, hozir vodiga qizib ketdi-yu. Xullas aka, hozir kunda olib qo'yaveringlar, issiqni, sovuqni g'amini yeb qo'yinglar. Yaxshi xullas. Sotadiganlarga ham optim narxda bor. Aka, rahmat. Aloqa chiqaverasizlar aka? Xo'p bo'ladi.